Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, menda muammo bor edi. Agar qanaqadir bir arzimas g'oya kelib qolsa, shu g'oya asosida kichikroq va tezroq bitta projekt yozib ko'rmoqchi bo'lsam, bir nechta tabledan iborat databaza dizayn yozib, undan keyin menga muammo bo'ladigani takrorlanuvchi, ya'ni har bitta table uchun yoziladigan, har bitta model uchun yoziladigan CRUD servislar. Bu CRUD servislar vaqt oladi, lekin g'oya bitta. CRUD, ya'ni create, read, update, delete. Ma'lumotlarni yozamiz, o'qiymiz, o'zgartiramiz, o'chiramiz. Xuddi shular qayta yozilishi kerak. Ya'ni bitta model qo'shildi, book degan masalan, shu book uchun masalan 50 qatorlik kod. Endi after qo'shildi, bu after uchun ham yana 50 qator kod. Shu yozilishi kerak edi, takrorlanardi-da. Bu vaqt olardi. Shuning uchun menga shunaqa g'oya keldi, o'zimni ishimni o'zim avtomatlashtirmoqchi bo'ldim-da. Shu payt birinchi o'zimga template va tool yozib ko'rdim. Bitta template va tool. Hozir shularda bir test qilib ko'ramiz. Template nima degani? Ya'ni .NET New Console yoki .NET New Web API, .NET New Blazor'daqa tayyor nimalardadir olib kirib qo'ygan, ya'ni sozlab qo'yilgan projekt yozib ketiladigan. Endi bu biz birlashtirgan template bo'lsa, API, Blazor va 3 ta class librarydan iborat. Ya'ni clean arxitekturada domain, bitta bu asosiy klasslar joylashadi. Applicationda service, API'da controllerlar, infrastructure'da tashqi tarmoq bilan aloqa, ya'ni baza bilan, masalan, UI'da Blazor UI. Endi buni qanday yuklab olish mumkin? Nugetdan Entity Core Template deb qidirsangiz, 3 ta versiya bor. Men buni yuklab olganman. Va shu asosda hozir qanday foydalanish mumkin, shuni ko'rsatib beraman. Hop, men masalan desktopga kirib, mkdir YouTube deb masalan yozsamda, cd YouTube chetga yangi template asosida projekt ochib ko'raman. Solution ochib ko'raman. New nomi Entity Core. Entity Core nom berishim mumkin. Masalan, bizda sodda Hello World ga o'xshagan projekt bor. Bu nima? Bookstore. Nima qiladi? Kitoblarni qo'shadi, avtorlari bilan o'shalarni o'qib ko'ramiz, o'chirib ko'ramiz. Xo'p. Yaratildi deyapti. Endi xuddi shu yerdan Ctrl F qilamanda desktopga kirib YouTube'ni qidiraman. YouTube'ga kiraman. 9:30 da Bookstore yaratildi. Bookstore'da solution'iga kirsam, hop, bu yerdan chiqib ketamiz. Mana hozir ko'rsatgan 4 ta projekt ochib qo'ydi. Ya'ni API, application, domain, infrastructure, filter. Men buni run qilib ko'rsak bo'ladi. UI ga kirib yoki API ga kiray birinchi. API ga kirib run qilib ko'ramiz. API ichida controllerlar bor. Mana default holatda book degan entity testiga yozib qo'yilgan ekan. Shu book asosida book controller. Hop, xato beryapti. Xato nimadan? Bu xato meni controllerimdan ekan, ya'ni swashbuckle bor, swagger. O'sha swagger mana bu get bilan mana bu filtrga ikkalasiga bir xil skema generatsiya qilib qo'yapti ekan. Ya'ni xuddiki bu kontrollerlarga kirish uchun bu o'zi uchun qanaqadir yo'l chizib oladi o'shanda. Endi men replace qilyapman plyuslarda yulduzchaga. Endi bu ishlab ketish kerak. Har bir model uchun unique nom berish kerak deyapti. Endi men bitta list result bilan mana qanday list result bilan
Menda result list borda. Shuni ikkalasini bitta deb o'ylayapti tushunishimcha. Hop, mana run bo'ldi. Get all qilib ko'ramiz. Get all qilib ko'rsak, database avtomatik generatsiya bo'lishi kerak. Agar oldindan bo'lmagan bo'lsa. Books bor deyapti. Oldindan bor, bu baza deyapti. Bazani o'chirib tashlaymiz. Bunaqa nomli bazani. Hop, bookstore.db. Mana shuni o'chirib tashlaymiz. Hop, mana bu. Mana. Get all qilib ko'ramiz birinchi. Qanaqadir book bormi ichida? Yo'q, hech qanaqa mana. Signal succeeded through. Endi bitta book qo'shib ko'ramiz qanaqadir. Testoviy. Nomiga masalan hop sariq Indiana minib degan. Avtoriga Xudoyberdi To'xtaboyev. Hop, mana qo'shildi. Get qilsak keladi. Mana bu yerda filter degan kontrollerimiz bor. Hop, bosak. Mana filter olib keladi. Pagination ma'lumotlarini headerda qaytarmadim. Buni sababi bor. Tushuntirib beraman. Hop, mana page size default holatda 20 ta ekan. Current page bitta, total page bitta, total count bitta. Get by id qilamiz. Birinchi idli bookni olib kelsak keladi. Update qilsak masalan hop, nomini qizil degan minib deb qo'yish mumkin. Minib desam hop, avtoriga string bo'lib qoladi. Field idga 1. Hop, execute qilamiz mana. Mana bu get by id boshqatdan bosib ko'rsam mana. Nomi sariq devni minib. Nima bo'ldi? Qizil devni minib. Sariq devni ha, yo'q, bunda update oxiriga yetmagan. Update yo'q buni ichida logikasi. Endi UI ga kirib ko'ramiz. Blazor UI ga. Hop. Update logikasi oxiriga yetmagan. Mana menyuda books chiqib qolgan. Books ichida mana bitta book bor. Ha, endi details qilsam details page ga kiradi, back to list, delete qilib yuborishim mumkin. O'chib ketadi, lekin update yo'q. Endi mana bu default holatda. Endi bizni o'sha yozgan kradni generatsiya qilib beradigan projektimiz, toolimiz qanaqa ishlaydi degan ma'noda o'zgartirish kiritib yoki qanaqadir model qo'shib ko'rishimiz mumkin. Model qo'shishdachi relationlari bo'lsin, qanaqadir murakkabroq model bo'lsin. Mana bu yerda afterni o'chirib tashlayman-da, afterni boshqa tabelga o'taman. Hop, public masalan after degan boshqa table. After hop public afterga qanaqadir primary key de type bo'lishi kerak. Masalan int after id hop aniga narsa qilsam generate type afterda nimasi bo'lishi mumkin? Hop, menda auditable degan klass bor ekan, undan foydalanmayman. Hop, shunchaki public int id hop, first name last name. Ana bo'ladi. Endi bookni sal murakkabroq obyekt qilamiz. Hop, author id, bookni name, title id, shuni title. Author id, after, endi
Bu mana bu yerda relation bo'lyapti. Ya'ni bitta avtoriga book birga ko'p bo'lyapti. Ya'ni bitta avtoriga bir nechta book bo'lishi mumkin. Hop. Yana nimasi bo'lishi mumkin? Hop, public book type degan enam hosil qilik. Type deyman. Headset bo'ladi. Public enam book type. Masalan, qanaqa bo'lishi mumkin? Hop, paper bilan audiobook PDF bo'lishi mumkin. Paper audio ebook elektron. Hop, endi shular asosida generatsiya qilamiz. Yangi anaqa, nima deydi? Servis, ya'ni umumiy CRUD servis generatsiya qilishimiz kerak-da. Hozir bu default holatida servisi bor mana bu yerda books uchun. Buni o'chirib tashlaymiz. Mana bu yerda controller bor, book controller. Hozir foydalanib ko'rganimiz, o'chirib tashlaymiz. UI ichida, komponentlar ichida, pages ichida books bor, uni o'chirib tashlaymiz. Hop, bizda endi yangi model bor-da, chunki haligi book umuman o'zgarib ketdi endi. Uni propertilari mana bu eski generatsiya qilingan servislar propertisiga to'g'ri kelmaydi. Endi nima qilamiz? Boshqatadan hop, database'ga migratsiya qo'shishimiz kerak. Add migration after, masalan. After. Hop, mana bu yerda hozir update database qilsam xato beradi. Menimcha, bitta ehtimol. Hop, update database. Yo'q, o'tib ketdi. Xullas, databazam yangilandi. Endi nima qilaman? Men masalan DTO generatsiya qilmoqchiman. Book, hozirgi book yozganimga, avtorimga ikkalasiga ham alohida DTO bilan ishlamoqchiman. Masalan, cd source ga kiraman. cd bookstore application ga kiraman. Masalan, .net CRUD. Mana bu bundan foydalanish uchun mana bu linkdagi Nugetga kirishimiz kerak. Nomi .net CRUD. Men hozir 8.26 ya'ni menda .net versiyasi 8. Shundan foydalanyapman. Shuni shunday olib copy paste qilamizda, komandaga titashsak yuklab oladi. Globalniy holatda xohlagan projektimizda foydalansak bo'ladi. Open source, mabodo agar ichimizda yaxshi dasturchilar bo'ladigan bo'lsa, shu tajribasi borlar mana bunga feedback bersalar, men juda katta xursandchilik bilan uni kutib olaman. O'zgartiraman. Agar mana bunaqa bo'lganda men ishlatardim degan narsalar bo'lsa ham mayli. .net CRUD. Hop, nima? DTO masalan book degan klassim uchun. Bu degani mana argumentlari bor. DTO generatsiya qilyapti, book degan entity uchun deyapti. Ensure property key id degan key yo'q uni deyapti. Ya'ni mana edi domainga o'tamiz, bookga o'tamiz. Bookni auditable ga o'tsak, auditable ichida book id bo'lishi kerak. Nima bu? Bu-chi entity ga o'tadi. Entity ichida id turibdi. Nimaga bunaqa? Hop, application ichida turibmiz. DTO book. Bor. Fikrlar DTO book. Private'ga yo'q deyapti. Yaramas. After uchinchi. After uchun generatsiya qildi. Hozir bookni ham to'g'rilaymiz. Nimaga bu yo'q deb o'ylayapti, topolmayapman deyapti-da. Nimaga bunaqa bo'lyapti, tushunmadim. Hop, enamga o'tamiz. Ha, menimcha book type deb o'ylayapti bu. Ya'ni bu
book type'dan deb o'ylayapman. Chunki enamda bu anaqa deb o'ylamayapti-da, unaqa primitive type deb o'ylamayapti. Ya'ni relation deb o'ylayapti-da. Relationlik uchun bu book type ichidan anaqa qidiryapti. Nima deydi? ID qidiryapti. Book ichiga kiramiz. Enam bilan ishlab ko'rmagan ekanda bu. Test qilmagan ekanman. Hop. Sekin bo'lib ketdi. Ha, shundan ekan. Ya'ni enamdan ekan. Enamni hozir qo'shmay turamiz ekan. Bu endi MVP kechirib turasizlar. Mana. Hop. Book uchun ham data generasiya qildi. Ya'ni database ga transfer objects ga kiramiz. After'ni create qilish uchun nima kerak? First name, last name kerak ekan. Update qilish uchun ham viewda ko'rsatish uchun ID'sini ham ko'rsatsa bo'lar ekan. Bookda ham xuddi shunaqa. Endi vaqtda create date bilan modified date shunaqa narsalar bor. Ya'ni auditabledan worse bo'lganligi uchun. Endi xuddi shu yerda mana bu servis degan papkani ichiga servislarga generatsiya qilishim kerak. Endi data emasda servis. Tezroq bo'l. Hop, mana pagination option, pagination extensionlar bor deyapti. Shuning uchun generatsiya qilmayapti ular. Hop, xuddi shunaqa qilib turib, after uchun. After uchun. Endi bu yerda e'tibor beradigani, buni service registration qilish shart emas, anaqadan DI konteynerdan. Buni tepasiga attributi bor. Shu attribut orqali o'zi topib kelib registratsiya qiladi. Shunaqa extension yozib qo'yganman. Mana custom servicelarni registratsiya qilish uchun. Scoped bo'lsa, transient singleton bo'lsa, alohida olib kelib registratsiya qilgan deganman. Ya'ni bu yerda alohida registratsiya qilib yurish shart emasda. Mana yozdi, Automapper'da ishlatdi. Map qilish uchun creation datadan haqiqiy afterga o'tadi, keyin uni bazaga add qiladi, save change qiladi, keyin qaytarib berishda view modeliga olib beradi. Endi nima qilamiz? Endi bizga UI kerak hozir. UI uchun biz nima qilamiz? cd bitta chiqamizda. Yo'q, cd bookstore UI ga kiramiz. Endi bu yerda ikkala uchun Blazor view generatsiya qilish kerak. .NET create view argument nomi bu. Masalan, book uchun. Hop, aytib turay, bu generatsiya qilish uchun bu juda hozir primitiv, qanaqadir cheklangan. Lekin buni o'zgartirib, ya'ni qanaqadir chiroyliroq holatga olib kelsa bo'ladi yana ham. Shunga takliflar, feedbacklar bo'lsa kutib olaveraman. Hop, UI degani anaqa qilib ko'ramiz, nima deydi? Bitta ko'rinishini ko'raylik. Hop, mana menyuga qo'shiladi dynamic holatda. Lekin endi book yaratilmaymiz. Birinchi after yaratishimiz kerak, chunki bookni ichida after ID ni biz foreign key qilib berib qo'yganmiz. Shuning uchun afterda ham UI ni generatsiya qilishimiz kerak birinchi. After. Hop, u generatsiya qilib tursin. Men kompyuterim sal sekinlik qilyapti. Hop, mana afterda ham generatsiya qildi. Endi viewlarni ichiga o'tamiz ana. Pages ichiga o'tsak, books, afters uchun alohida. Endi Blazorda run qilamiz. Mana after va books. Mana bu menyuga ham dynamic qo'shilyapti. Aftersga o'tsak, birinchisida keshlarni to'g'rilab olish kerak bo'ladi. Shuni sal sekinroq ishlab turadi. First name ga Xudoyberdi To'xtaboyev test qilganda yozib ko'rdim-da ular. Save qilamiz. Mana Xudoyberdi To'xtaboyev qo'shildi. Detailsga kirib ko'rish mumkin.
Endi bu qo'shamiz bu yerga. Masalan, sariq devni minib after idga o'sha birinchi afterni qo'shib yuboryapman. Created by mana bunaqa narsalarga bularga endi 01 berib qo'yaveraman. 01 save qilamiz. Yaratildi. Endi bu yerda ikkovi bir-biriga navigation bo'lganligi uchun, ya'ni after bookga bog'langanligi uchun relation bo'lib, mana bu yerda after id ko'rinadi view modelida. Keyin afterda o'zini ham qanday qilib ko'rsatishni bilmadim-da. Modalkada ko'rsatishim kerakmidi, nima qilishni bilmadim-da. Link qo'yib qo'ydim bu yerga. Aftersni birinchisiga o'tadi. Bitta bossam, Xudoyber To'xtaboyev o'tadi. Fokusga o'tsam mana. Masalan, yana bitta after qo'yishim mumkin. Masalan, o'zim Sardor S masalan qo'shildi. Sardor S detailsga kirsak ham ko'rinadi. Boxga o'tamiz. Endi boxga qanaqadir bir degan kitob masalan. After id 2 mana shuni ham select orqali tanlanadigan qilish kerak o'zi aslida. Bosganda hamma afterlarni bazadan select qilib turib, bittasini tanlaganda id'sini berib yuboradigan. Hop, mana bu 0101 Hop, mana bu yerda created by bilan last modified by nimaga bu yerda qolib ketyapti. Buni ham agar audit uchun kelishilsa qanaqadir yagona holatga, o'shanda token orqali yoki avtorizatsiya orqali uni default olib berish mumkin. Nima degani bu? Mana Bookstore'da infrastructure'ga kirilsa, mana bu yerda Bookstore DB ga optionsga o'tsak, change tracker bor edi-yu, save changes degan metodi bor. Shuni override qilib qo'yganman. Ya'ni bu oladi, auditable bo'lsa, auditable ichidan oladida qaysi biri qo'shilib turgan bo'lsa, mana created date'iga kim create qilyapti, qaysi biri o'zgartiriladigan bo'lsa, o'zgaradigan date'iga va kim o'zgartiryapti saqlab ketadi. Agar unda avtorizatsiya bo'lsa, hozir avtorizatsiya yo'q. Shuning uchun o'zim berib qo'yishim kerak, bermasligim kerak. Mana saqlaymiz, bo'ldi. Ya'ni birga ko'p bog'langan deyilgan edi-yu, shuni hisobiga yana bitta bo'lib qo'shishim mumkin. Qanaqadir masalan qanaqadir nimaga qanaqadirda ikkisi afterga 2 shu holatda save qilsam mana qanaqadir 2 mana. Men bunga ham o'taman desam after 2 ga o'tadi. Men uni muallifi bo'lib turibman. Qanaqadir birga o'tsam men muallifman. Sariq devnikka o'tsak, Xudoyber To'xtaboyev. Shu edi. Shu asosiy naqasi, buni qobiliyati edi. Endi API da ham yana narsa qilib ko'rish mumkin. Hop. API degan narsa qilish uchun kontrollerga narsa qilish kerak. Hozir kontrollerimiz yo'q aslida bizda. Qaysi biri projekt bu? Bu eski projekt ekan mana. Kontrollerga o'tsak, kontroller yo'q bizda. Hop, CD qilib chiqamizda. CD Bookstore hop API. Uni ichida kontroller yo'qligi uchun .NET create controller masalan after uchun desak kontrollerga narsa qilib berish kerak bizga. Tezroq. Build qilib turib, keyin assemblyni oladi-da, shuning uchun sal sekinroq ishlaydi. Hop, mana o'tyapmiz. Mana afterlarni kontrollari. Get qilsam hozirga ikkita after bitta ham chiqadi. Sardor S bilan Xudoyber To'xtaboyev mana. Pagination qilishimiz ham mumkin bunda. Masalan, page size'da 1 berib, tokenini ikkinchi page desam, Xudoyber To'xtaboyevni o'zini olib keladi. Sardor.
birinchi aytaylik, agar page token deb 1 desam, Xudober to'xtab o'z nopilar. Mana pagination ma'lumotlari ham mana bu yerda kelyapti. Headerda kelmaganligini anaqasi asosiy sababi mana bu yerda UI da Blazor server, ya'ni Blazor web appdan foydalanganim uchun bu mana bu JavaScript backend tarafi bilan signallardan foydalanar ekanda, ya'ni signallardan foydalanib aloqa qiladi mana. Bu signallardan foydalanganda HTTP kontekstdagi headerlari read only bo'lib qoldi, ya'ni pagination ma'lumotlarini yoza olmay qoldim. Shuning uchun JSONga qo'shib berardim. Shu asosiy qobiliyatlari mana birda o'chirib ko'raman masalan. Pagination bor edi, bunda ham 5 ta qo'shsak o'chirib ko'rishingiz mumkin. Delete. Update hali bitgani yo'q. Shu rahmat hammaga.